Toğluq Tömürxan, Abdüvəli Əli 11-ci bab Ustaz Mehri. İlim dərxinin yıldızı Məkkədə bolsumu, onun meyvesi Xurasanda pişidu. Ərəb maqali. Miladiyə 1350-ci il 5-ci ay. Aygöl qışlığının künçüqış tərəfində kən bir qədim. Toğluq Tömür bilən Taştömür Bahadır dərhal qulluq bildirdi. Mən xanның aman esenligiga beşim bilan javobgarlik qilaman. Uningdan boshqa deb qo'shimcha qildi Amir Bulacı. Xanның shikarga chiqib ketganligi boshqalardan qattiq sir tutilishi lozim. Farmoningizga qulluq dedi Taştömür Bahadır qo'l qo'shtirib. Xanның дөң qishloqqa shikarga chiqqanligini birsi osmon tanrisi biladi. Birsi siz janobi Ulusbegi bilirsiz. Yana birsiga biz bilirmiz. Ondan zimin ilahi bilir. Bu to'rt toifadan boshqa bu ishni insi jinga bildirmasmiz. Taştömür Bahadırның bu sözünü anlap Amir Bulacı'nın ko'ngli ondan amin tapdi. U qo'lini silkib qo'yib boshqa gap qilmadi. Qum daryasının boyığı joylashgan дөң qishloq o't cho'pi alvak, suyi mo'l, osmoni kangri, xush havoliq katta bir jangal idi. Jangalliqda kiyiklar qo'y kalidek to'la idi. 30-40 bir poda bo'lib yurishatdi. Jangal podshohi deb atiladigan yo'lvasni qadamda bir uchirtish mumkin edi. Bu yerdagi eyiq, qavan, bo'ri qaplan, tulki to'shqan, g'az o'rdak deganlarning sonini elib bo'lmas edi. Chag'atay xoni, To'g'luq Tömür, Taştömür Bahadır boshliq 4-5 sodiq ishonchlik mulozimlari bilan дөң qishloqqa yetib keldi-da, ayollaşmasdilla bir kütni kiyik bilan tulkiga, qarchig'ini o'dakka, lachinni g'azga, qurg'oyni kaptarga soldi. Shu kuni kech kirgicha ular mo'l shikar qildi. Kechda bir büt jangalliqda qo'ndi. Әтісі, яны shikarga qiziqib, Aygöl tarafga qarab minib, xeli uzab ketdi. Taştömür Bahadır qo'lga tushgan oljilarni harvilarga besib bargahga Amir Bulacı'nın huzuriga mangdirib turdi. Ular o'gillikka bargahga qaytqaymiz. Janobi Ulusbegi ansirmisun deb xabar mangdirdi. 3-cü kuni To'g'luq Tömür Qum daryosining u qetiga o'tmoqchi bo'lib, Taştömür Bahadırni boshlab daryo qishig'i yetib keldi. Bu Qum daryosida tashqin bo'layotgan mezgil bo'lib, loyqiliq suv daryo qinig'i patmay, mavj urib shaqirab eqiyotdi. Suvdan otliq kechib o'tish asla mumkin emas edi. U ikkisi yuqur tovan mengib, ulug' suvdan o'tadigan kichikni topolmadi. Oxiri To'g'luq Tömür bilan Taştömür Bahadırga 4 yog'ochni talchiviq bilan ching bog'lab, tulumchilab so'yilgan kiyik terisidan ikkisiga yal to'shqizishni buyurdi. Ondan tulumni qo'rsqiga tengib, yog'ochni quchoqlab, etining tizginini jaynikiga elib daryoga kirdi. U eqib ulug' suvning o'ttirg'i yetganda qaynamga kirib qoldi. Suv do'lqillab, yog'ochlarni bir-biridan ajirtib etdi. Shu asnoda tulum bilan yog'och eqib ketdi. Xatarlik qaynamga kirib qolgan To'g'luq Tömür qo'lida tutib olgan bir tal yog'och bilan billa cho'rgilashga boshladi. Egisining xatarlik ahvolda qolganligini tushungan Chilan To'ruq arg'amoq bir yo'lqinibla uni xatarlik qaynamdan so'rab chiqib ketdi. Zerak arg'amoq egisini so'ragan peti qarshi qirg'oqqa qarab uzib ketdi va uni oxiri qirg'oqdagi tez qum ustiga so'rab akeldi. Atning qattiq silkinishdan chachirgan suv tomchilari qum ustida hushini bilmay yotgan To'g'luq Tömürning yuziga sepilib, u oxiri hushiga keltirildi. U ko'zini ichib, o'zining qarshi qirg'oqda yotganligini ko'rdi. Bayatin qarshi qirg'oqda turib kuzatib turgan Taştömür Bahadır vuduqqinidan yuragi qipidan chiqib ketayla deb qolgan edi. Xanның saq-salomat qarshi qirg'oqqa yetib olganligini ko'rib, ondan yuragi o'rniga tushdi va deb tinib qo'ydi. To'g'luq Tömür o'rnidan turib, Chilan To'ruq arg'amoqiga mindi va qarshi qirg'oqda qolgan Taştömür Bahadırga qo'lini pulanglatib, o'zining Aygöl xonaqosiga berib, ustozi Mevlana Shayx Jaloliddin ketiki bilan ko'rishib, kechgacha qaytib kelganligini uqtirdi.
Çağatay xani Toğluq Tümür Mevlana Şeyx Jalaliddin Ketiki bilan körüşüp, onunğa bir muncha tartuq pişkeşlerini qılğandan keyin gapni yoşurmayla onu özü bilan almalıqqa berip ordada işlashga taklif qildi. "Ey danışman ustaz," dedi u. "Mağa buningdan keyinmi xuddi sana o'xshash sodiq, tajribelik, ko'pni biladigan va ehtiyotchan dana odam kerak. U odam doim menga ham suhbat bo'lishi, qachonki haddidan eshib, yo'ldan chiqib ketgan paytlarimda xuddi seningdek ixtiyorlik bilan tizginimni tortib qo'ydigan bo'lishi, xavf-xatardan saqlay oladigan haq so'zni qilchimi yuz xotir qilmay oldimda deyalaydigan bo'lishi, nihoyat bir seningdan bo'lak odam bu ishning huddisidan chiqolmaydi. Shunga menga vazir bo'lishni qabul ko'rgaysan." "Ey Haqqan, aqlinga barakallah," dedi Mevlana Şeyx Jalaliddin Ketiki. "Biroq meni ayibga buyurmag'aysan. Men dunyoni tark etgan odamman. Men jahonning kiyinligini tartib qolmay, deb elchilik kiyimimni allaqachon silvatganman. Shunga mening kichikkina o'zram bor edi. Ijozat bersang, sen anglab baqqan bo'lsang." Ustozining so'zini yerishqa To'g'liq Tümürning ko'ngli qiymadi. Shunga "Qani so'zlab baqqin" deb uningga ijozat berdi. "Men hozir bakmi qerib ketdim," dedi Mevlana kulimsirab turib. "Qarab baqsam, otamdan opirida bo'lib, onamdan tug'ilgandan beri ömrümdə jami 83 qish va yozni uztib qo'yibdiman. Menla emas, hamma qerib ko'nirmoqda. Mani qara, Çaş sakallarım sargıyıp şalanışıp ketdi. Kirpiklarimmi tökülüp tügeyli dedi. Appaq saqalım kirlişip, sağıç rengi kirip, targaq körmesden çigilişip qaldı. Ustixanlarımmi yigilab qo'rilib, boy bastim kichiklab ketdi. Badinimdan at qichib, bir tera, bir ustixanli bo'lib qaldim. Şoňa maňa ruxsat qilgan bolsaň." Lekin ustozning necha yillik o'zini tarbiyalagan mehri haqidan voz kechishga To'g'liq Tümürning ko'ngli zada unimadi. Şoňa u, "Undaq bolsa, öz o'rningda shogirdlaringdan birsini maslahatchilikka ko'rsatib bergaysan," deb yana iltimos qildi. Mevlana Şeyx Jalaliddin Ketiki yanida qo'l bog'lab turgan g'ujizodisi Arshidin Valiyullahga bir qarab atgandan keyin To'g'liq Tümürga mundaq dedi. "Ey Haqqan, bu kishi g'ujizoda Mevlana Arshidin bo'lur. U mening xuddi sana o'xshash ko'p yillardan buyon parvish qilib, ijtihod bilan o'stirgan yana bir ko'chtimdir. Mubodo uni o'zingga maslahatchilikka loyiq ko'rsang, g'ujzoda Arshidin menga vakolatan sening yeningga borsin. Men uni orqangdan olmoqlikka avatay. Men bu o'g'ilni kichik narsida chig'idan boshlab, ulug' ishlar uchun tarbiyalab yetishtirib kelgan edim. To'shqan yili shahri ketiknik qum bosgandan keyin 20 yildan buyon o'lg'ujizodini kaynimga silib yurib, uningga ko'p mushaqqatlarning ochiq-chuchuklarini tetitqizdim. Ko'p allarni ko'rsatdim. Aqlga kelgandan tortib, uningga islom shariati bilan islom hikmatlarini o'gitib kelyapman. O'zim nayt tirishchan, istidodli bo'lib o'sdi. Dana dil, she'rin so'zlik, hikmat kalam shogird bo'lib mening izimni bosdi. Shunga u sana cho'qim yaxshi maslahatchi bo'la oladi. Mening gapimga ishon. Biz musulmonlar yolg'on so'zlashni cho'ng gunoh hisoblaymiz. Amal qancha, dedi To'g'liq Tümür naylash. Bir kun ilm bergan ustozining 100 kunlik mehri haqqi bo'ladi. Chunki meningdiki himmatning tamomi sen karamlik ustozdan bo'ldi. Ey hurmatlik Mevlana, bilib qolgaysan. Men almalıqqa berib Çağatay taxtida o'ltirgandan keyin uzoqqa qolmay urush yurishlarim boshlanadi. Bo'g'larim qilolmagan buyuk ishlarni qilaman. Mening bu ulug' yurishlarim va buyuk ishlarim keyingilarga ibrat bo'lib qolsin. Navir-chavirlarim mening yengilmas Mo'ng'ul qo'shinlarimning boshqa allarga qandaq hujum qilib zafar qushqonlarimni unutib qolmasligi kerak. Men ulug' bo'g'larim yetib bora olmagan manzillarga yetib boraman. Lashkarlarimni jahonning oxirgi chetiga boshlab boraman. Bu ulug' buvam Chingizxonning Mo'ng'ullar yer yuzidagi eng bahodir, eng kuchli, eng aqlli xalq. Ularga hech kim teng kelolmaydi deb aytgan ekan.
Şuna Moğollar bütün dünyanı özgü boysundurup hükümranlık kılış gerek. Bu sen bana daim eytidigan heliqi Allah degen asman tanrısının iradısıdır. Men ana şu Allah degen asman tanrısının kılıçıdır men. Kimki onun iradasiga qarşı chiqadigan kallasidan ayrılıp yer bilan yaksan boludu. Ey karamlik Hakan, sen sol kolunun şemşiri, o'ng kolunun şemşiridan balan ekanligini bilsen. Biroq har qandaq joyda ishni yolg'iz şemşer bilan hal qilib ketgili bo'lmaydi. Yana aql idroq, chora tadbirlar bilan mu ish qilishga to'g'ri keladi. Chunki tadbiringni o'zing qilgin, taqdiringni Tangri qilsin deydigan gap bor, dedi Mevlana kulib turib. Ey Mevlana, sen irodalik alıdu, irodasiz qaladı deganni anglamaganmi? Deb chaqchaq bilan javob qaytirdi To'g'liq Temirxonmi bo'sh kelmasdi. Atrofdagilar xonning bu so'ziga opirin o'qmay turolmadi. Shundaq, Haqqan sening irodangga Alloh madad bergay, dedi Mevlana uning so'ziga javoban. Biroq sen hozir texi bir apqur usti yepiq suttursan, keyin sut bo'yicha qilaveramsan yoki kunalgisi yaxshi bo'lsa qetiqqa aylanamsan yoki butunlay ichib ketamsan. Hozircha bir narsa demak qiyin. Men seni hech kim bilan tang qilganim yo'q. Men sening kamchiligingni yoshirib turmoqchimi emasman. Do'st og'irtib aytar, dushman kuldirib degan so'z bor. Do'stning aybini o'ziga aytish kerak. Gaping xato emas, dedi To'g'liq Temirxon. Bu chaqda uning qo'shimisi turilgan edi. Jangalga o't tushsa, o'lmu, quruqmu tang kuydi degan gap bor. Saltanat bajoyiki yenib turgan o'tga o'xshaydi. Biroq xuddi sen ta'lim berganda haqonliq saltanatining rivoj tepishi va gullab yashnashi xalqqa baxt saodat keltirib, adolat bilan yurt so'rashda. Har qanday bir haqon qanchalik saltanat va qudratlik bo'lsin, o'z hukmini xalqqa zulm silish bilan boshlasa, jaholat patqiqiga petib, bunda haqonning zavol topmiqi tez bo'ladi. Ey haqoni azam, sen davlat kessa mehnat ketidi, mehnat kessa davlat ketidi deganni anglamaganmi? Dedi Mevlana To'g'liq Temirga qarab. Alhol endi mehnat ketdi, davlat keldi. Davlat demaklik zaman demaklikdir. Mehnat demaklik makon demaklikdir. Zaman külli alamdaki har xil musofalarni o'z ichiga olgan bo'lg'ashqa tarix mavjud bo'lib tura olgan. Makonmu külli alamdaki har xil oraliq musofalarni o'z ichiga olganlikdan osmon bilan zamin orasida farq hosil bo'lgan. Shuningga o'xshash insonlar orasidami oraliq farq mavjud bo'lganlikdan bu külli alam sirliq tuyulgan bo'lgan. Shunga insoniyat tarixiy osmon bilan zaminni o'ziga muqova, külli olamdagi orliq musofini izidan gul unadigan sehrli qalam qilgan katta kitobdir. Bu kitobda kishilar qalbini titrtalaydigan hikoya, qissalar avloddan avlodgacha so'zlanib kelinmoqda. Mubodo külli olamdagi ashu hikoya qissalar bo'lmagan bo'lsa, bu tarixmi bir parcha xat bo'lib bitilmagan oq qog'ozdan boshqa hech nimaga o'xshamagan bo'ladi. Shunga mehnat bo'lmasa, bundaq kishilik hayotningmi qilchisi majisi bo'lmaydi. Barakallah, hurmatli Mevlana, deb ustozining so'zini ma'qulladi To'g'liq Temirxon. Nihoyat to'g'ri aytding. Ko'nilar g'alvasiz erning joyi qabristonlikdir degan. Bu dunyoda mehnatsiz, ajrsiz baxt saodatga erishishni tama qilish ham xiyoldan boshqa narsa emas. Dunyoga kelmagan bo'lsam-ku bir nuri. Dunyoga kelgan ekanman, xuddi sen aytgan ashu kishilar qalbini hayajonga silib, yurak tarlarini titrtalaydigan ulug' ishlarni vujudga chiqarishim kerak. Mevlana beshini langishdi va so'zini davomlashtirdi. To'lin ay yer yuzini kunduzdek yo'ritgan aydin kechida dal taraflarning soyasi ichiga yoshiringan yolg'iz uy xuddi osmondagi charaqlab yongan yulduzdek yenib turgan chiroq nuri yiroqdan qaragan odamga xuddi
çöçeklardaki zoq huzur berişlap, qalb denizida hissiyat dolqunlarini mavj urg'izadi. Bilamsan, buning sababi nima? Buning hammasi ashu araliq musofining ta'sirlantirish kuchidan bo'lgan. Mubada ittik berib, heliqi yolg'iz uyning ichiga kirib qaraydigan bo'lsang, hech qancha qiziq tuyulmasligi mumkin. Faqat araliq musofi bo'lganlikdilla ular ashundoq go'zal, jazibdor ko'ringan. Harvining ikki chaqi o'tirsida araliq bo'lganlikdilla yo'lda erkin, bemalol yuralaydi. Uy, xona, kanit qurganlar araliq musofi bilan bir-biridan ayrilib turg'ashqa, odamlar qistongchilik azobidan xoli bo'la olgan. Demak, o'zini namoyon qilmaydigan araliq musofa va zamon makon yo'q. İnsanlar araliq musofining sharofatidan, quyoshning haroratlik taftidan, salkin shamonning erkiltishidan bahramon bo'la oladi. Qarang'i tunda zaminni sutdek yo'ritgan to'lin oyning va ko'k qarida charaqlab yongan yulduz axtarlarning nuridan bahra ola oladi. Bepoyon zamin qo'ynida bahuzur tinib, erkin nafas ola oladi. Ustozining bu so'zlarini anglab, qattiq hayajonlangan To'g'liq To'mirxonning ko'zlaridan o't chaqnashga boshladi. Pakar ham qorong'u istiqomatxona uni qismoqda edi. U bir kutning ko'zlaridek o't bo'lib yinayotgan ikki ko'zini atrofga yugurtdi. Panjaradan uyning ichiga tushib turgan inchikka quyosh sho'lisi uning ko'zlariga nashtar bo'lib sanjildi. To'g'liq To'mir ulug' kichik tinib qo'ydi-da. "Ha, el yurt, uruq aymoq, taxt saltanat hokimsiz qoldi", dedi ittik so'zlab. "Hokimsiz arsiz xotin, yugansiz ot degan gap bor. Men o'ylab boshqa chiqara olmadim. Endi nima bo'larkin?" "Gaping xato emas", dedi Mavlona Shayx Jaloliddin ketki, ushtak oqargan soqolini barmoqlari bilan tarab turib. "Biroq hokimsiz bosh-boshdoq bu elni o'ngshaydigan payt yetib keldi. Shunda yig'i-g'iliyan qaplagan bu elni o'ngshash bir seningdan boshqa xaqonning qo'lidan kelmas. Mamlakatning zamin hududligi bepoyon bo'lganlikdan yig'i-g'iliyan shuningga munosib ko'p bo'ladi. Chunki to'gi qancha, yig'iri shuncha. Uning ustiga Chag'atay taxtiga qo'l so'zayotgan Chag'atay zoda xonzodalar, amir baglarmi ishning qurtida ko'paymoqda. Bu suiqasdchilarning taxt saltanatiga uzatgan qora qo'llarini kesib tashlash ancha o'ng'ay ish bo'lmasa kerak. Uningga tayyorlanishga ko'p vaqt ketadi. Xo'p, sen Olmaliqqa borgandan keyin qanday qilay deysan? To'g'liq To'mir umidli ko'zlarini Mavlonaga tikdi va bilmadim. Tog'ni yulib olg'ida kuch qudurdim bo'lsa-mu, ammo yig'i-g'aliyan qaynagan bu elni qanday o'ngshash kerakligini o'ylab tigiga hech yetib bo'la olmadim. Ey ustozim, buningga biror chora tarbiya ko'rsata olamsan, deb iltijo qildi. Axloq ardam buzilganda rahimdillik bosh ko'tarildi. Razillik avj olganda fozillik bosh ko'tardi. Diyonat suslashganda sadoqat bosh ko'tarildi. Yig'i-g'aliyanda mardu-mardonalar bosh ko'tardi. Shunga dunyoda 4 narsa borki, uning oz ko'pligi va cho'ng kichikligining farqi bo'lmaydi, dedi Mavlona Shayx Jaloliddin ketki o'ylanib turib. U qaysi 4 narsadir? Bu 4 narsaning birinchisi o't, uning oz bo'lg'ini, ko'p bo'lg'inimi o'xshash kuydi. Ikkinchisi qarz. 1 dirhamlik qarzning 1000 dirhamlik tashvishi bo'ladi. Uchinchisi kasallik. Kasallik qanchalik yengil bo'lsin, baribir zaiflik va notavonlik paydo qiladi. Chunki kasal badan samaralik ishlarni qilishga ojiz keladi. 4-chi dushman. Dushman qanchalik xor va ojiz bo'lishidan qat'iy nazar hamon bir kuni o'z ishini qiladi. Ya'ni-chi mal charpay yig'ishga ahamiyat berish kerak. Chunki mal charpay yiqqandila bayliq ko'paydi, savdo setiq qilg'ili bo'ladi. Bayliq ko'paygandila ondan ilm ma'rifat ishlarini keng yo'lga qo'yg'ili, avam puhrani oqartib, hidoyatga boshlag'ili bo'ladi. To'g'liq To'mirxon o'ylanmasdilla
Şundaq, ey hürmetli Mevlana, mərtəbəlik adamlar ədəb əxlaqda özünü ayış gerek. Mərtəbəsizlər bilən bək yaqın olub ketməslik gerek. Çünki konular xotun kişi bilən mərtəbəsizlərni beqiş ən qiyin. Ular bilən bək yaqın olub ketsən, yüz abroyun qalmaydı. Bək yiraq olub ketsən, taptaniga qalsan, deb to'g'ri aytgan. Şuna ular bilən köp aloqa qilib ketmisi mi buludu? Devidi Mevlana onun sözüge mındaq rəddiyə berdi. Qadir Allah asman bilan zimin o'tirsida külli mo'jizatlarni operida qildi. Külli mo'jizatlar orasida eng ulug' bo'lgan odamni fazilatli qildi. Odamlar fazilatlik bo'lganligi uchun to'kib tortiq ko'paydi. Shundoq ekan, nemishqa odamlar orasidagi aloqani cheklash kerak? Qudratlik haqqan oliylari, bilamsan, hukmdorlar uchun hammadan muhim ish aql bilan ish qilmoqdir. Aqlning qadr qimmati izzati shundaqki, ular hargiz oldi sotdi degan bilan yoki martaba tepib olg'ili bo'lmaydi. Uni faqat o'zingning istidotingga, ijtihodingga tayinish orqali qo'lga keltira olasan. Dunyoda eng yaxshi ish hojatmanlarning hojatidan chiqishdir. Dunyoda eng yaxshi fazilat g'azbi kelgan chaqda rost so'zlash, muhtoj kishiga takabburlik qilmaslik, mərtəbəliklər aldıda xoşaməçilik qılmaslik, puxralar aldıda kibir göstərib qadiv almaslik, günah küpürdən özünü yiraq tutuş və hakazalar. Günahını yuyuşdan və özünü aqlaşdan görə, günahdan özünü tartış asanraqdır. Düşəndim. Ondaq bolsa aytib baxqınca, ən yaxşı yaşaş nimidir? Deb sorudu Toğluq Tömür yanıla qanaat hasil qılmay. Salamet buluş və xotirjamlikda yashash yaxshi yashashdir, deb javob berdi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketki. Biroq istidodli bir haqam uchun aytganda, bu texi kifoya qilmaydi. Yaxshi ta'dat amali bilan yaxshi nam atoq qoldirish kishining mangu yashishidir. Bu eng yaxshi yashash bo'ladi. Biroq bilamsan Mevlana, dedi To'g'liq Temirxon uningga javoban. Yaxshi odam bu dunyoni qutuldira olmaydi. Chunki vosita tanlab o'ltirmaslik yaxshi odamning qo'lidan aslo kelmaydi. Ma'lum ma'nodan elib aytganda, bu so'zingni xato degili bo'lmas, dedi Mevlana o'ychan ko'zlarini yerga tikib turib. Chunki hokimiyatni qilichsiz olg'ili va qilichsiz mustahkamligi bo'lmaydi. Uning ustiga qilichsiz avomni hidoyatga boshlig'ili bo'lmaydi. Bu faqat masalaning yana bir tarbi. Məsələnin yana bir tərəfi nima? Ey haqqani əzzəm, şunu esingdə məhkəm saqlığaysan ki, hakimiyyətinin qılıcı ikki bisliq ötkür qılıçdır. Goya sən qolundakı hakimiyyət qılıcını başqa adamga tanglasan, başqalarmı aşu qılıcını senin biqiningga tanglash uchun tirishidi. Şuna azaldan qudrat tapqan qahirlik mustabid haqqanlarmı bu qılıcını başqalarga xalığancha tanglashga jur'at qila olmagan. Mayli o'z beshimchi qudratlik mustabid haqqanlar bo'lsin yoki himoyasiz bechora mazlum puhrolar bo'lsin, hammasi zaman va makan musofirlarni besib o'tguchi yo'lovchidan boshqa hech kim emas. Chunki 4 kunlik o'tni olam bo'lgan bu falakning gardishi hamon cho'rgilab turdi. Zamana o'ktamlari hukm surgan ashu saltanatlik davronlar zamana bo'ron chapqonlarda ko'zni yumib ochqicha to'zib ketidi. Yomon ish qilsang, yomon nam qoldirsan. Yaxshi ish qilsang, yaxshi nam qoldirsan. Ustozining bu so'zlarini anglab, To'g'liq Temirxon cho'nqur o'yga petib qoldi. Mushu daqiqaning o'zida uning kallasida qattiq to'qinish bo'lmoqda edi. Mevlana'nın neçə yıllık dəvdi və tərbiyəti uni butparastlik, məcuslikni tərk etib, İslamiyyətə bütün vücudu bilan mayil buluşqa yetəkləgən idi. O, Çağatay saltanatını əsliga keltirishdə o'ziga İslamiyyətlə kuchlik arqa terek və qudratlik ideyaviy qural bo'lganligini paydin-pay tonib yetməkdə idi. Biroq butparastlikni, məcuslikni aşkarı tərk etish ashaddiy butparastlardan bo'lgan Çağatay ulusidagi barliq Mo'ng'ullarning va ulus begi bo'lgan Amir Bulaji vakilligidagi butun Çağatay aqsumaklarni o'ziga qarshi qo'yganlik bo'lib,
özünün görini özü kolğanlıq bilen baraber idi. Bu toğluq tömürünün Çağatay saltanatini tenha igelleşdek uluq planıga bütünley muhalif kiletti. Demek, u yaqqı tarsa at öleddi, bu yaqqı tarsa harvı sınatdi. İyi hürmetlik Mevlana, qadirdan ustaz, dep xitap qıldı Toğluq Tömürxan, ahiri o'ttirdiki jimjitlikni buzub. Emir bulacı bilen bizning aramızda Faramin bar idi. Bu Faraminni buzub, sen targ'ib qilgan İslamiyetga, Allah degan burhanga iman keltirishga qat'iy bel bağladım. Biroq özümning aslidagi e'tiqodimni buzub, İslamiyetga bay'at qilib, Allah'a iman keltirganligimni hozir oshkora jakarlasam bo'lmaydi. Faqat Almalıqda Çağatay ulusuning xalliq taxtida rasmiy o'ltirgandan keyin ondan özümning İslamiyetga bay'at qilganligimni oshkora jakarlashim mumkin. Uningdan ilgari bo'lsa, mutlaq mumkin emas. Faramin Moğolcha so'z kelishim degan ma'noni bildirdi. Janobi Allah her vaqt biz bilan billa, dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketiki salmoq so'zlab turib. Hergiz ensirme. Haq so'zligichi cho'qim Janobi Allah'dır. U bizni o'z panoyida saqlaydi. Men sening qilgan lavzingga taat amal qiladiganligingni bilaman. Lekin har qandaq bir ishning vaqti soati bo'lganidek, har qandaq bir odamningmi o'ziga tushliq tangsiligi va o'ziga tushliq layoqati bo'ladi. Odatlanmagan sharoitdagi ishqa tutush qilish o'zini behuda qiynab qo'yganlik bilan barobardir. Janobi Allohmu bandalariga ish harakatlarining mezoni bo'lgan muborak kitoblarni biroqla tushirmasdan, balki bandalarining ahvoliga qarab bir varaqdan tushirgan. To'g'liq Tömür Mevlana'nın sözünü tushunolmay taajjub nazari bilan uningga qaradi. Musulmonlarning harakat mezoni bo'lgan Qur'on Karimning nazil bo'lishi haqidagi oyatlarning mazmunidan qaraganda Alloh taolo Qur'on Karimni Ramazon oyining kechalarining birida tushirganligi bilinib turadi. Şeyh Muhidi Arabining Musamirat degan kitobida yozganlardan qaraganda Allah tarafidan İbrahim alayhissalomga tushirilgan suhub varaqlarning Ramazonning 1-kechasi, Tavratning Ramazonning 6-kechasi, Zaburning Ramazonning 12-kechasi, Injilning Ramazonning 18-kechasi, Qur'onning Ramazonning 27-kechasi tövenki osmonga bir yo'lila tushirganligi ma'lum. Demak, yuqorqilardan shuni bilib olish mumkinki, musulmondachilikmi asta-asta bo'ladi. Ey hurmatli Mevlana, mudoyingni tushundim. Qani aytib boqqinchu, taxt saltanatimni mustahkamlashga yana nimaga tayinish kerak? Hammadan avval aql idrokning himmatiga tayinish lozim. Chunki burgut osmonda kuchli ikki qanotiga tayinib parvoz qiladi. Odammu aql idrok va himmatiga tayinib yashaydi. Aql idrok bilan himmatining kuchli ikki qanotingdir. Ey ustoz, buni yanimi tushunishli qilib so'zlab bera olamsan? Bir Uyg'ur hakimning oldiga miros da'vosi qilib kelgan 4 akovkuning hikoyasini anglaganmisan? U qandaq hikoya ekan deb so'radi To'g'liq Tömür ustozining so'ziga qiziqib. Uyg'urlarda qadimdan tarqilib kelgan mundaq bir rivoyat bor deb hikoyasini boshladi Mevlana. Bu rivoyatda hikoya qilinishicha, qadimgi Ardavilda Qutluqbek ismli bir hurmatli oqsoqol o'tgan ekan. Uning Kürşatbek ismli bir avlodining qo'rumchi o'g'il, O'tamish To'g'rul va Ashtal ismli 4 o'g'li bo'lgan ekan. Kürşatbek vafot bo'lishdan ilgari vasiyat qilib, butun mol mulkini o'g'illarga mundaq taqsim qilib beribdi. Ey o'g'illarim, bu qizil bo'yalgan chedir va shuningga o'xshash qizil rangdagi narsalar qo'rumchi o'g'limning bo'lsin. Bu qari chedir va uningga o'xshash qari rangdagi narsalar O'tamishning bo'lsin. Bu mulozim va uningga o'xshash narsalar To'g'rilning bo'lsin. Bu kiyim-kechak va men o'ltirgan uyvaq saramjonlar hammasi
Aştalның bolsun, depdi. Taqsimatdan keyin Kürşat bek oğullarga yana. Agar bu taqsimatga razı bolmay, ixtilop qilishsanglar, Kösendiki Arqish Baxshi degan ismlik bir hakimning qishig'i berib so'ranglar. Sizlarning talash tartishinglarni shu kishi hal qilib bersa ajab emas, deb ko'zini yumibdi. Atisi vafot bo'lgandan keyin degandek 4 o'g'il orasida talash tartish bo'libdi. Bular atisi aytgan hiliqa hakimning yeniga berib, masalani hal qilmoqchi bo'lib yo'lga chiqdi. Ular yo'l yurib bir yerga kelganda, bir buluq o'sgan o't cho'plikdan o'tib ketib o'tib, u yerda o'tlab yurgan bir to'gining izini uchirdi. Bu to'gining bir ko'zi ko'r ekan, debdi qo'rimchi o'g'il. Bu oqsaq to'gi ekan, deb qo'shimcha qildi, aksining so'ziga o'tamish. Bu quyruqi kesik to'gi ekan, debdi 3-o'g'il to'g'ri. Bu qashqan to'gi ekan, debdi 4-o'g'il, eng kichiki Aştal. Ular shundaq deyishib ketayotganda oldiga bir odam uchrab, ulardan to'gisini ko'rgan ko'rmaganligini so'rabdi. To'gingizning bir ko'zi ko'rmidi? deb uningdan so'rabdi qo'rimchi o'g'il. Ha, o'ng ko'zi ko'r edi, debdi. To'gingiz oqsaqmidi? deb so'rabdi o'tamish. Shundaq bir puti sunib ketgan edi, debdi hiliqa odam. To'gingizning quyruqi kesikmidi? deb so'rabdi to'g'ri. Ha, quyruqi uzilib ketgan edi, debdi hiliqa odam. To'gingiz qochqoq to'gimidi? deb so'rabdi. Shundaq to'gamni qochirib qo'ydim, debdi hiliqa odam. Sizlar to'gamni ko'ribsizlar, marhamat qilib meni to'gamning yeniga opirib qo'ygan bo'lsanglar. Biz to'gingizni ko'rmadik, deb javob beribdi to'tilisi tangla. Mubodo ishonmasangiz qasam berishimiz mumkin. Lekin to'gisini qochirib qo'ygan bu odam, bu 4 o'g'ilning qasmiga zodili ishonmay, ular bilan billa Kösendiki Arqish Baxshi degan hakimni izlab beribdi. Ular hakimni so'rab tepib, uning yeniga kirganda, eliqi to'gisini qochirib qo'ygan odam Arqish Baxshi degan hakimga bu voqeani so'zlab berib, kesib qo'yishni o'tinibdi. Sizlar to'tinglar to'gini ko'rmay turib, qanday hukm qildinglar? deb so'rabdi hakim ularning so'zini anglab bo'lgandan keyin. To'ga sol tarafdagi o'tni yeb, o'ng tarafdagi o'tni yemabdi. Bir ko'zi ko'r bo'lsa kerak deb o'yladim, deb javob beribdi qo'rimchi o'g'il. To'gining oldi 2 putidagi yerdagi iz, debdi ikkinchi o'g'il o'tamish. Birsi aniq, yana birsi ancha aniq tushmagan ekan. Shuningga qarab oqsaq to'gi ekanligini bildim. Mayaqlari yerga hujmak tushganligiga qarab quyruqi kesik to'gi ekan dedim, deb javob beribdi to'g'ri. Qarasam, debdi Aştal eng oxirida javob berib. O't cho'plari toza yaxshi yerdan o'tlamay, o't cho'p ala ungan yerdan o'tlabdi. Shunga qochqan to'gi ekan deb o'yladim, debdi. Arqish Baxshi ularning so'zini anglab, eliqa odamga: "Bular sening to'gangni ko'rmabdi. Sen to'gangni boshqa yerdan izla", debdi. Andan hiliqi 4 o'g'ildim. Sizlar kim, qaysi qabiladan bo'lasizlar? debdi. Biz Kürşat begning o'g'illari bo'lamiz, deb javob beribdi ular. Yaxshi kapsizlar, debdi Arqish Baxshi ularga takalluf qilib. Sizlarning bu aql parastinglar bilan yana mening oldimga kelishinglarga sabab nima? U bu savolni so'rab turganida taom tayyor bo'lib qopdi-da, hiliqi akufga 4 o'g'ilni dasturxonga taklif qildi. O'zi talog'i chiqib, ularning nima deydiganligini anglab baxmoqchi bo'lib, darizining yeniga kelib turibdi. Taomni yeyishib bo'lishgandan keyin qo'rimchi o'g'il: "Men buningdek sherin mayni ichib ko'rmagan. Biroq bu may qabristonlikdagi yetishgan tal uzumdan siqilgan may ekan", debdikan o'tamishmi. "Men buningdek mazalik go'shni yeb baxmagan, ammo bu qo'y itni imib cho'ng bo'lgan ekan", debdi. "Men Arqish Baxshi hakimdek esil odamni ko'rmagan edim", debdi to'g'ri gap qistirib. "Ammo uning asli onasi boshqa ekan. Men bizning manfaatimiz uchun bugünkidek foydali so'zni anglamagan edim", debdi Aştalmo darhol ularning so'ziga qo'shimcha qilib. Sirtda ularning so'zlarini tinglab turgan Arqish Baxshi
dərhal bu münasibətlik adamlardan bir-birləb sürüşdürüb diken, dərvaqə həmmə işning həmmisi ularning deginidek bo'lib chiqibdi. Nima ish bilan mening oldimga keldinglar? Deb so'rabdi u. Hajitinglarni aytqaysizlar. O'g'illar otasidan qolgan miroslarni bo'lisholmaganligi arqish baxshi hakimga aytibdi. U buni anglagandan keyin qizil chidir, qizil tilla, qizil to'gilarni qo'rimchi o'g'ilga, qora chidir, qora at va qora rangdagi yilqini o'tamishga, chala mulozim bilan olomollarni to'g'rilga, yer zimin va oq tangilarni ashtalga buyurib beribdi. Mening bu hikoyani sana so'zlab berishimga sababmi, sening har bir ishda salmoq bo'lishingni, har qanday ishda aql idrok bilan himmatni o'zingdan neri qilmasligingni sana bildirib qo'yish uchundir. Kitoblarda ulug'larga shu narsa ayon bo'lg'ayki, har qanday qiyin ish vaqa sodir bo'lsa, kamchilik bo'lsa, uni kengash madidi bilan yo'q qilg'ay deyilgan. Dedi Mevlana so'zining oxirida. Undaq bo'lsa aytib baqqinchu, dedi Chag'atay xoni To'g'liq Temur uning so'ziga qiziqib. Qiyin ishning tadbiri nimadir? Uning tadbiri shuki, ey Haqani azam, hammadan avval o'zingdagi xushomadchi, sherin zuvan suxanchilarni yiroqlatib, oq ko'ngil, pak tabiatlik, hurmatga sazovar fazillarni yiningda tutmag'ing lozimdir. Ular bilan doiman suhbat bo'lsang, sana ko'p manfaat beradi. Shunga qadim qilar ulug'var kengashni har qanday kishi bilan xos am bilan bo'libmi fazillar bilan qilsin. Chunki kichiklarning ko'ngliga yetgan tadbir ba'zida ulug'larning ko'ngliga hargiz yetmas. Hech kishi maslahatdan zarar ko'rgan emas degan edi. Buni tushundim, dedi To'g'liq Temur Mevlanaga. Chag'atay saltanatini mustahkamlashga shijoatin eshib-teshib turib. To'g'liq Temurxon Abduvali Ali 11-bob 394-batdan boshlandi. Buningga mening ishonchim komil, dedi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketki. Biroq yolg'iz shijoat bo'libla tadbir bo'lmasa, shijoat xuddi qinidan chiqmagan shamsharga o'xshash qarg'a kelmaydi. Shunga ota-bovlar shijoat g'ayratni shamsharga o'xshatgan bo'lsa, tadbirni qo'lga o'xshatgan. Hech qanday shamshar qo'l madad bermagichilik hargiz qarg'a kelmaydi. To'g'liq Temur Mevlananing so'zlaridan ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi va aronla. Ey hurmatlik ustozim, hozirgi vaqtda meni senla tushunasan deyaladi. Shundaq, sening hozirgi ahvolingni yaxshi tushunganligim uchun seni hozirning o'zida oshkora iymon aytsan deb so'rlay olmayman, dedi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketki. Undaq qilsam seni o'tqa ittargan bo'lmamdiman. Biroq saltanat senda qaror topgandan keyin ondan oshkora iymon aytib, butun islom sunnatini bajo keltirsangmi, kechikkan bo'lmaysan. Chunki ilm darxining yiltizi Makkada bo'lsa-mu, uning mevasi Xorasonda pishida emasmi? Ey hurmatlik Mevlana, bu so'zingni hech tushunolmadim-ku. Demakchimanki, men seni Ardavilda islomiyatga da'vat qilib, dilingga iymon soldim. Endi sen o'zingning butparastligingni tashlab, majusligingni tark etib, islomiyatga bay'at qilib, pak musulmon bo'lganligingni almaliqda yer yuzida oshkora jakarlig'aysan. Ey Mevlana, bunda qilsam islomiyatning yasoq shariatiga xiloflik qilganlik bo'lmasman. Yo'q, islomiyat tarixida buningga oid misollar nihoyat ko'p. Shu misollardan bir-ikkini so'zlab bergan bo'lsang, nihoyat o'rinliq gap bo'ldi, dedi Mevlana Shayx Jaloliddin. Janobi Alloh payg'ambarimiz Rasulullohga juma namozini o'tashni Makkada farz qilgan bo'lsa-mu, ammo uningga juma namozini Madinadagi Salim masjidida o'tashni nasib bo'lgan. Bu voqea qachon yuz bergan? Bu voqea Janobi Rasululloh payg'ambar bo'lib 13-yili
Yani Rabiul yılının 8-i bolğan. O күni seyşembe idi. Tazilarının Mekke degan şəhərdə yaşaydigan müşriklar İslam dininin asassisi Canabi Rasulullah'a ziyankeşlik qılmaqçı bolğanda, Canabi Rasulullah dərhal bir türküm sahabilərini başlap Medine dep atılıdığan yeni bir şəhərə ketişke mecbur bolğan. Müşrik deganing kimler o? Dep sorudu Tuğluq Tümür Mevlana'nın sözge qısqıb. Müşrik deganlar Allah'a şerik keltirgichilarni ko'rsatdi. Dedi Mevlana onunğa. Şunda qilib, Hazreti Rasulullah sahabilari bilan Madinadagi Bani Salim mahallasi kelganda juma vaqti bo'ldi. U shu yerda to'xtab juma namozi o'qidi. Bu payg'ambarimizning tunji qitim juma namozi o'qishi edi. Garchi Alloh taolodan juma namozi o'qish Makkada o'qilishi farz qilingan bo'lsa-mu, ammo bu chaqda Makkani mushriklar egallab olgan bo'lg'ashqa, u yerda juma namozining hamma farz sunnatlarini ado qilish mumkin emas edi. Chunki juma namoziga jamoat bir yerga jam bo'lish shart qilingan bo'lib, Makkada bir yerga jam bo'lib yig'ilib namoz o'tash mumkin emas edi. Biroq Madinada juma namozini bir yerga yig'ilib o'qilish imkoniyati bor edi. Bu yerda musulmonlar ko'p bo'lg'ashqa, ularning bir yerga to'planib ibodat qilishiga to'salg'i bo'ladigan qarshi kuch oz edi. Buning sababini tushungansan? Tushundim. Oxirida qanday bo'ldi? Canabi Rasulullah mush yerda to'xtab juma namoziga imomlik qildi. Deb so'zini davomlashtirdi Mavlana. Ey jamoat, deb xitob qildi Rasulullah Bani Salimda o'qigan juma xutbasiga. Jamoatga nasihat qilib turib, oxirat uchun hozirlaninglar. Yaxshi ish, yaxshi faoliyat bilan shug'ullaninglar. Boshqalarga yaxshilik qilinglar. Sadiqa qilinglar. İmkaniyatinglar bo'lmaganda ochiq chiroy, yaxshi so'z, yumshoq muomallar bilan g'arib g'urva yetim yesirlarning ko'nglini elinglar. Chunki Janobi Alloh bir yaxshilik qilg'uchiga ming aslab yaxshilik ato qiladi degan edi. Shunga Madina shahri Madina al-Rasul payg'ambar shahri deb atalgan. Dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki so'zining oxirida. Mening maqsadim boshqa emas. Hozir turli sabablar tufaylidan diniy islomga bay'at qilish, oshkora iymon etish imkoniyating bo'lmasa, olmaliqqa borgandan keyin xosiyatli kunlarning birida oshkora iymon etsang bo'ladi. Mubada bu lafzingda turmasang, oxiratda mahshar kuni sizlarda mangus deb atiladigan Azrail azam so'yam halqumi bilan yaqangdan olganda Janobi Allohga javob bera olmay qolsan. Xotirjam bo'lg'aysan, hurmatli ustoz, deb kesib etdi Tuğluq Tümür. Apam meni jangga atab erkak qilib tuqqan, yangi e'tiqodim yo'lida kurash qilib vujudim yelinjab turgan, o't o'rtangan va islom ochiman deb jangaqda yorilinib etimning yalida yetib qolgan taqdirdimi? Agar men yangidan erishgan islom e'tiqodimdan yanadigan bo'lsam, mangu nomard bo'lib, ishning kunida o'lib ketay. Parvardigorning g'aroyib hikmatlari har nafasda uzilmasdan orqa-orqadan har bir tiniqda ko'plab oshkor bo'lib turdi, dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki Chag'atay xoni Tuğluq Tümürning javobini anglab ko'ngli tinib. İslam qoida mizonlarining azguklari sana har qachon, har zaman tam farosat, shijoat, kuch-quvvat ato qilib, seni buyuk arzu maqsadlaringga yetkazgay. Bu chaqda ustozining orqasidan Tuğluq Tümürmü chin ko'nglidan tilovat qilib, qo'lini Fatihaga egiz ko'tarib, amin dedi. Mevlana Arshidin Valiyullah yoshlik boshliq qolgan bo'lsa-mu, ular bilan tangla duoga qo'l ko'tarishdi. Amin. Sening putungdan og'riq zahmatlar yiroq bo'lsin. Dushmanlaringga balo qazolar yog'sin. Qalu inha lillahi va inna halli rajiun. Dedi Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki Tuğluq Tümürni uzatib chiqib etib. Bu oyatning ma'nosi shuki, kishi o'zining ati nima bo'lishini, qayerda o'lishini bilmagay. Mening ahvolimni o'zing ko'rib turibsan. Mubada mening umrim ilig'i berishga yetmasa, lafzingdan hargiz qaytmagaysan. Huzuringga o'g'lim Mevlana Arshidin menga vakil bo'lib borsin. U o'g'lini chaqirib Tuğluq Tümürga to'g'ri qildi va
G'ojiz adam ilmi irpanda kamalatga yetdi. Men bo'lmasammi, u xuddi men bar chaqdikideklar sana rahnama bo'lgusi, dedi. Bu chaqda G'ojizada Mevlana Arshidan Valiyullah Chag'atay xani Tug'luq Tumirga beshini egib ta'zim baja keltirdi va uningga qo'lini berdi. Yosh Qur'ami qurdosh bo'lgan bu ikki yigit bir-birining qo'lini ching siqishdi va sinchiq ko'zlari bilan bir-birining chiroyiga tikilib uzoqcha qarashib turdi. Ularning ko'zlaridan ulug'vor maqsadga yetmaguncha zodi to'xtamaydigan qaysarlik, ulug'vor maqsadlarni o'rinlash yo'lidagi to'lib toshgan ishonch va parlaq istiqbolga bo'lgan umid nurlari chaqnab turadi. Tug'luq Tumir ustozi Mavlana Shayx Jaloliddin ketki bilan xo'shlashib chiqqandan keyin Aygul xonaqosidan yurib ketdi. Nazm Saqiyishning umidi shu chaq bo'lur o'rinliq. To'mirungni ko'rsatsang tajribalik tebibqa, bilmaganni so'rg'in chunki xurluq tarsangmi, bu ishlar boshlar sharaflik parlaq egiz cho'qqiga. Shayx Saidi 11-bab oxirlashdi. Tug'luq Tumirxon Abduvali Ali Xotima Mavlana Shayx Jaloliddin ketkining o'limi. Kelidi yiroq ketganlar, kelmaydi ketmanlanganlar. Uyg'ur xalq maqoli. Milodiya 1353-yil 12-oyning 31-kuni. Bugun Qurban hayitining harpisi edi. Kechicha Aygul qishlig'ida tizg'i kelgida qilinliqda qor yog'di. Tun yerimdan o'tganda yig'iyotgan qor teximi ulg'ayishga boshladi. Tong otqicha butkul Aygul qishliqi va To'g'ruq buloqdagi Aygul xonaqosining atroflari qilin qor ostida qoldi. Kechicha o'ltirib ibodat qilib chiqqan Mavlana Shayx Jaloliddin ketki yerim kechidan o'tganda ozroq muzlagandek bo'ldi va G'ojizasi Mavlana Arshidan Valiyullahga buyurdi. Shogirdlar sandalga o't yiqib, istotlarni chiqarib bo'lib xona ichiga akirdi. Mavlana Shayx Jaloliddin uchisiga tatirg'i cho'sini yepincha olgan bo'lsa-mu, kar qilmayotdi. U nailaj qo'l yuzlarini sandaldagi o'tqa qaqlab bir qur isitib olgandan keyin qo'lini duoga ko'tardi va G'ojizadasi Mavlana Arshidan Valiyullahga: "Ey botam, bu o'tni achqib ketib o'zinglar isininglar, meni bundaq rohatga aylantirib qo'ymanglar", deb sandalni ochiqtiribdi. U odatdimi etikobxonaga zodila o't qolmaydi. Yeshim 90ga ulashdi. E'tiqod yo'lida shuncha tirishdim. Tehicha natijasini ko'rgunim yo'q. Dargohi ilohga qaysi yuzim bilan, qaysi ko'zim bilan qarayman? U bu so'zlarni qilib yum-yum yig'lab ketdi. Mavlana o'zining og'rib qolganligini sezdi. U o'zi andish qilgan, yo'q, zarqib kutgan ashu minutlarning oxiri yetib kelganligini tushundi. Onun a'zoyi badani qizib bargan siri o'rlayotdi. Oxiri o'ltirgan yeridan yiqilib tushdi. G'ojizadasi Arshidan Valiyullah uningga o'chki terisi bilan tashlangan bir yostiqni qo'yib berdi. Uning etikobxonasida 2 tal xamxish, 2 parcha bo'ra, 1 parcha kalami sharif, 1 parcha daloil, 1 parcha riyaldan boshqa hech narsa yo'q edi. Qizib o't ateş bo'lib ketayotgan Mavlana Shayx Jaloliddin ketki nailaj bu afat va andisha yostiqiga bosh qo'yishga majbur bo'ldi. Taki Biroq murad maqsadlarimning ishqa aşqinni ko'rolmasdan bu fani dunyodan xo'shlashayotganligimga o'kinaman. Men keturman. Tuproqni quchoqlab, tezlab bu fani olamdan keturman. Ey olamiy farzand, alvida, el yurt, vatan, alvida. Qattiq hayajonlanganlikdan qandaq Mavlana Shayx Jaloliddin ketkining ahvolida xilili o'zgarish bo'layotdi. U beshini ko'tarib G'ojizada Arshidan Valiyullahga qaradi.
Ey G'ojizodam, men sal yaxshilanganda qilaman. Xudo rahmat qilsa, әдә Qurban het namozıga oxirgi qitim o'zim imomlik qilsam deyman. Hozir meni yolg'iz qo'yinglar. Chaqirmasam yenimga kirmanglar. Men istiqomatda o'ltirmoqchiman, dedi zaif ovozi bilan. Mevlana Erşidin Veliyullah atısının sözünü yer almay, ko'zi qiymagan holda etikobxonadan chiqib ketdi. Kechda u yana etikobxonaga qaytib kirib, atisiga engishib qaradi. U yengili tahorat olgan ekan. Tahorat suyi uning soqol burtida muzlab qopdi. G'ojizoda yanala xotirjam bo'lolmadi. Avval atisining qo'lini tutib ko'rdi. Uningdan keyin quliqini maydasiga qo'yib tangshidi. Vafot bo'pti. Bay, buzruk yengili jon o'sgan ekan. Texitini sovushga ulgurmabdi. deb yig'lab turib so'zildi u o'z-o'ziga. Biroq u otasining "Men jon o'sganda hargiz hozir ochmag'aysizlar. Bo'lmasa ruhim u olamda qo'rinib qoladi" degan so'zini aslab, ho'ngrab yig'lab etishdan o'zini aran tutib oldi. Mevlana Erşidin Veliyullah atısının engikini qo'shtirib, yağlıq bilan tengib qo'ygandan keyin jamoatga atısının vafot bo'lganligini xabar qildi. Ondan Aygül jamoasining mazini Ayub mazin bilan billa atısının meyitini suvga silib kepallab taxtiravon ustiga yotqizib qo'ydi. Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketkining vafot bo'lganligi xabari butun Aygül qishliqiga va Yiroq yaqindagi Ardabil shahri Barbar qatorliq joylarga tezla tarqaldi. O'lim namoziga qatnashgan odamlar orasida Aygül atrofidagi yezi qishloqlardan musibat xabarini anglab kelganlarmi, Ardabil shahri Barbar qatorliq shahar avdonlardan necha manzilni aldirash besib o'tib, kechalab namozga ulgurib kelganlarmi bor edi. Xaloyiq xuddi imom Rukundin jinozi salati jinoz degan ovozini kutib turishgandekla gurrida jinozining atrofiga olishib, meyit yerlikda qo'yildigan Aygül xonaqasiga qarab qumdak oqdi. Mevlananing muxlislari jinozini o'z mo'rilarida emas, balki eg'ir mehnatda qatqan kuchlik alqinida ko'tirib mengishdi. Yerlik Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketki hayot chig'ida yoz kunlari soyasida o'ltirib ilm mutolaa qiladigan heliqi egiz qomatlik to'g'roqning ostiga qisilgan edi. Mevlana Erşidin Veliyullah suyumlik atısının meyti silingan jinozining oldida hozir ichib ketyotdi. Uning keynida atısının bir top muxlislari hozir ichib mangan edi. Ularning yig'i zari yetti palakka yetgan edi. Ularning yig'i nolisi sag'irningmi, kabirningmi qulog'iga anglanmoqda edi. Sag'ir ya'ni yetim yesir, kabir ya'ni boy davlatman kishilar deganlikni bildirdi. Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketkining yangi qabrsi ustida tik qad ko'tarib turgan zabardast qomatlik qadimqi bir tüp to'g'roq qabri ustida jannat soyasini tushirib turadi. Parvardigori Bakaram o'z lutfi bilan bu to'g'roqning yenidan bir zilal suluq chashma buloq ato qilgan edi. Bu chashma suyidan butun qadimiy to'g'roq o'rmonligi yop-yeshil ko'kirib turadi. Bu chashma buloq suyidan shu atrofdagi necha parsax yer obod bo'lgan edi. Asrlardan beri ahli muxlislar kelib, Mevlana Şeyh Jaloliddin Ketkining tuproq beshini ziyorat qilib, Mevlananing ruhiga atab Fatiha o'qir edi. Bu yerda 4 fasl ham bahor edi. Atrof bog'varonlar, chimanzorlar bilan o'ralgan edi. Har yili daraxtlarning mevasi pishib turadi. Yer yuzida go'yo Ka'ba Baytulloh, yoq Jannatul Firdavs paydo bo'lgandek edi. Keyingi chog'larda bo'lsa u yer Aygül Mevlanam deyilib, xos avomning muborak ziyoratgohligiga aylandi. Milodiya
1354-yili 6-ayning oxirgi mezgili Mevlana Erşidin Veliullah özünün Sultan İskender qatarlıq 5 həmdəmçisini ilib, köngül g'emini ozuq, көз yeshini suv qilib, Aygölni tarik etib, Muzdavan orqaliq Yiroq eli diyoriga qarab mangan karvonga qo'shilib, yo'lga chiqdi. Bu tarixiy hijriya 755-yilning Saratan oylari edi. İllik quyosh amdala zimindan üzülgəndə Mevlana Erşidin Veliullah əmrahlari bilan billa karvanning keynidan atlıq ketiyotdi. Uluq maqsadlarni o'rinlash yo'lida himmat kamirini beliga ching bog'lab chiqqan Mevlana Erşidin Veliullah uchun amdi Hahi Aygül qishlig'idagi tinchgina xonqa hayoti bo'lsin yoki Ardaveldagi qaynoq shahar turmushi bo'lsin, hammasi uningga yotdak tuyulishga boshladi. Karvan Muzdavan yo'lidagi barg'ansiri o'rlab berayotgan tog' bag'rida bir xilda salmoq ketayotdi. Bir kamlarda Mevlana Erşidin Veliullah etini divitib bir to'pilik ustiga chiqdi-da, atrofga nazar soldi. Bu yerda yoz amdilardan boshlangan edi. Çölning ko'ksiga jon kirib, amdilardan chechak ochgan cho'l o'simliklari quyosh nurida paqiraydi. Keslen tükler, langman taq, tulum çaşqanlar quyruqlarını likildatib yugurishib yurishadi. To'shqanlarning va tulkining qumliq yerlarda qoldirgan cho'nqur izlari qadamda bir ko'zga chiliqatdi. Karvan taqbalchi davindan o'tgandan keyin Muzdavan jilg'ilarining ichi bilan aylanib yo'l oldi. Mevlana Erşidin Veliullah va uning hamrohlarimi karvonga qo'shilib tog' aralab so'zilib yotgan Ilan bag'ri tog' yo'liga tushdi. Tarixda Muzat tog'larining to'gining o'rkishiga o'xshaydigan cho'qchiyib turgan yo'g'an tashlari tarafidan o'rib elingan cho'nqur jilg'ilardan, kang sayliqlardan va Yilan bag'ri so'zilib yotgan bu qistan tog' yo'lidan tirishchan sug'di atliqlari va bosqinchi millatlarning qo'shinlarimi yurgan. Tazi savdogarlarning to'gilarimi ashu qistan jilg'ilarining pichoq besidak o'tkir qirliq tashlarida o'zlarining oyoqlarini kesgan. Şu jilg'ilarda jangvar Uyg'urlarning buyuk bo'zi Alip Ertonga deb atalgan Afrasiyab boshlab mangan g'olib qo'shinning g'albiyat nag'irlari yangragan. Ashu dalalarda Bahodir Turan lashkarlari Iran shohi lashkarlarining qonlarini son-sanoqsiz martam to'kishgan edi. Çingizxan atlıqlarının at tuyaqlarımı Muzdavan yollarda kürmün qitimlab döpürlegen. Şu saylardan qopal quyruqlarını silkitip, qara qitallarının qichirlarımı ötüşken. Tarixdan buyan qaza yolu deb atılıb kelivatqan Muzdavan yolida ötmüşning aşı kona izlardan üstüden besip ötüp Yiroq eli diyariga qarab Mevlana Erşidin Veliullah va uning hamrohlarimi ketvatmoqda edi. Qadim qilar taqqa taq qo'shilmas, odamga odam qo'shilur deb bekorga aytishmagan. Aqsudan Muzdavan yo'li orqali Eli diyoriga yo'lga chiqqan karvon ba'zida kunduzi, ba'zida kechasi degandek uda 12 kun yo'l yurdi. Ular 13-kuni Eli diyoridagi poyonsiz xon yaylaq dalasiga yetib kelishdi. Chetiga tuxum qo'ysa ko'rindigan mashhur xon yaylaq yaqinlashgan sari ko'ziga shundoq chiroyli ko'rinishga boshladi. Hatta Mevlana Erşidin Veliullah özünün ko'ziga ishonmay qoldi. Parvardigorning chivar qo'liga hassinat, davatkinni to'ymay qoldi. Tabiatdagi har qanday narsaning uningdimi chiroyli bo'lib ko'rinishi mumkin emas edi. Butkul yer yuzida oltin rangli yeshil maxmal dengizi hosil bo'lgan bo'lib, uning ustiga minglagan tumanlagan gul chechaklar sanjib qo'yilgan edi. Inchka ham uzun o'sgan o't cho'plarning g'o'llari orasidan sus yeshil, ko'kish va sus benafshrang gullar echilgan ambar gullar marishib turardi.
Asmanda bir kökinek qanatlarını kərgən peti, ilqi büdünə və kəkliklərə qarab bir ornida qimir qılmay turatdı. Asmanның bir chetidagi bulutlar tegidan uçup ötüvatqan bir top yağı aslarının qaqıldaşları əks sada yangratmaqda idi. Köknің qərdə bir laçın hər xil qiyafətlərdə maharet körüstüb uçup yürətdi. O birdəm kök qərdə kiçikkini parqırab turğan bir nuqtını qaldırıb көзден g'ayib bolsa, birdəm qanatlarını yığıb alğan peti yerdiki oldusığa oqdək etilib düşətdi. Qısqısı xan yaylaq acayip güzel idi. Karvan ili diyarığı qədəm qoyğandan beri həmmidən bəkrək Mevlana Ərşidin Vəliyulladək hayacanlanğan və xoşal bolğan adam bolması gerek. O hər qitim büzürkvar pədəri ölüm töşigide yetib, qayt tapılab vəsiyyət qılğan aşı ulugvar vəzifini orunlaydığan peytinin yetib kəlgənlikini oylığında iradisi həssilab çıngıb, şicaat qeyrti qəvətlab eşib baratdı. Rahmetlik atamның etqini to'g'ri ekan deb o'yladi u ketib. Mubada xotirjamlik va rahatni deb xonaqaning bir bulungidan chiqmay o'ltiravergan bo'lsam, hech ishimni vujudga chiqara olmay, rahmetlik atamның vasiyatini o'rinlay olmay, izzat obro'yimdan ayrilib, xorliq kutisida qon yutib yurgan bo'latdim. Nazı nikmat sharbitini ichish haqiqatan jafo nashtirining azorisiz qo'lga kelmaydi ekan. Şuna hər qitim japa müşaqqatdan qorqmay tirishsila, azg'ina vaqtda murad guli echilib, oxirgi maqsad taxtida o'rin tuta oladi ekan. Mevlana Ərşidin Vəliyullah mushularni o'ylab ketib, o'zining buningdan 27 yil ilgari otasi Mevlana Shayx Jaloliddin ketiki bilan billa shahri ketikdan bosh elib chiqib, sarson bo'lib yurganda rahmatlik otasi aytib bergan ikki hamrohining hikoyasini eslab qildi. Bu jafo mushaqqat tortib, o'zini podshohlik darajasiga yetkazgan birisi bilan susluq va bo'shanlik qilib, oxiri muhtojlik va parishonlik holatida qilavergan yana bir kishi to'g'risidagi ibratlik bir hikoya edi. Bu hikoyada mundaq deyiladi. Salim va G'anim ismli ikki do'st bor ekan. U ikkalan hamroh bo'lib safarga chiqibdi. Bir bulaq töyiga kepdi. Bulaqning yenida suyi qaşlardan teshib turadigan yo'g'on bir ko'l bor ekan. Do'stlar cho'ldan ko'l bo'yiga yetib kelib, u yerning manzarasini yoqtirib qolganlikdan birdam aram olmoqchi bo'lib o'ltirishibdi. Bu ko'lning yoqsida oq marmar toshdan yasalgan bir obida bo'lib, obidaga mundaq yozilgan ekan. Çöküp ketish xavfi va g'arq bo'lib ketish xatiridan qo'rqmagan kishi bu buloq suyiga tushib, nerqi qirg'oqqa uzib o'tgay. Nerqi qirg'oqda tog' tubiga qo'yilgan bir tosh shir bor. Uni o'shnisiga elib ko'tirgay va hargiz to'xtamay yugurgan pedi aram olmay tog'ning beshiga chiqqay. Agar jon olg'uchi yovvoyi hayvonlar kelib jiniga qasd qilsimi va tikanlar har taraflardan atlarni tilsimi qat'iy to'xtamagay. Shunda qilib tosh shirni yerga tushirmay tog' beshiga ochiqquchining maqsadi hosil bo'lgay. Ular abidini o'qib chiqqandan keyin G'anim Salimga qarab shundoq debdi. Kel dostum, tirishchanlik qadimi bilan bu xatar maydoniga kirayli. Bu tilsimning haqiqatini aytish uchun mehnat sarf qilayli. Hey aziz birodar, debdi Salim. Kim yozganligi noma'lum va haqiqati noaniq xatni ko'ribla, cho'ng xatarga o'zini urish, xiyoliy manfaat, foydani ko'zlab, o'zini bundaq cho'ng halokatga silish nodonlikning alomati. Her qandaq qo'shar kishi gumonsiz zahar yemagandek gumonliq taryoq yemaydi va nesi rahat uchun naq jafoga o'zini tutib bermaydi. Hayot, debdi G'anim uningga. Jafodan qichish muhtojlikning va xorliqning muqaddimasi. Jafo mushaqqat bo'lsa, davlat va izzatning nishonasi. Yuqori himmatlik qiyinchilikda beshini egmaydi va ozg'ina oziqqa qanoat qilib o'ltiravermaydi. Toki ulug' martabani qo'lga keltirmay turib, arommi olmaydi.
Çünki qiyinchilik tikinining jafosini chekmay turib, şadlıq gülünü üzgülü bolmaydı. Rəncu müşaqqat açqıçını tutmay turib, Murad xəzinəsinin işigini aşqılı bolmaydı. Meni himmetim özü yetilab tağ başıga açqıdı. Bala, girdabi və japa dolqullarının əndisini himmetim özü könglimdən sürüp çıqıdı. O deganlaring ras debdi Salim. Amma payani ma'lum bo'lmagan yo'lda yugurish va qirg'iqi ko'rinmaydigan daryoga o'zini etish aqlliq odamning ishi emas. Shunga sening bu ishingni men ma'qul ko'rmayman. Salim so'zini tugitibla etiga minib do'sti bilan qo'shilib yo'liga ravon bo'ldi. G'anim bo'lsa azimatlik peshini himmat beliga mahkam qistirib ko'lga tushibdi. O ko'nglini to'q tutib, g'ulashlab uzib, Nijat sahiliga beribdi va qirg'oqqa chiqib, heliqi tashirni tamkinlik quvvati bilan dast ko'tarib, o'shnisiga opdi. Har qancha qiynalsimi, yugurginicha tog' beshiga chiqib orom opdi. Tog'ning neriqi tarafida katta bir shahar bo'lgan ekan. Bu chaqda heliqi tash shirdan qattiq bir sado kelib, yer zimin titrab ketibdi. Bu qattiq ovozni anglagan shaharliklar taraf-tarafdan to'planib, tog'ning ustiga chiqib, G'animning oldiga kelishibdi-da, uni oq kigizga o'ltirg'izib, bir arg'amoqning ustiga mindiribdi va Udul shaharga akirib, naiti katta izzat ikrom bilan shahliq taxtiga o'ltirg'izibdi. Bu ishlarni ko'rib, hang-tang qolgan G'anim sababini so'ragan ekan ular. Ey padişahi alam, eliqi siz düşkən köl bilən, siz götürgən taş əslida tilsimatdır. Qaçanqi bu şəhərinin padişahıga əcəl yetib, hayatının aptıpi məğribki passa, Aqca ala özü xalğan birər saadətmən kişini bir bahana səbəb bilən eliqi bulaq boyuğa yetküzüdü. Və onu tilsimatqa sınaş arqılıq ölgən padişahның orniga padişahlıqqa kötürdü. Xeyli köp zamanlardan beri padişahlıq tiklash işi muşu qayda boyunca icra qılınıb keldi. Əlhal, padişahlıq tacını kiyish növbəti sizga kepdi. Həmməylə pərmanınızga boysunudu, niməni xalısınız şununğa pərman bərgəysiz, dəb düşənçi beribdi. Şu çağda G'anim özünün tartqan japa mushaqqatlarının dövlət taqazzasıdan bolğanlığını andın düşünübdü. Demək, himmetli kişiler uluq işlerini qılğanda degan edi rəhmətlik atisi axırda. Faqat ozuq və nəfsi üçünla onda qılmaydı. Çünki hər qandaq kişinin himmeti faqat öz nəfsi üçünla bolsa, onun töt putluq hayvandan fərqi bolmaydı. Bu xuddi lalını işt bir parça so'ngak bilan xo'shal bo'lganidek va o'g'ri mushuk bir burda non bilan shod bo'lganidek bir ish. Men yo'lvasning to'shqon ovlig'il turganda qulan uchrab qolsa, to'shqonni tashlab qulanga yugurganligini ko'rganman. Mevlana Arshidan Valiyullah atisi aytgan bu hikmatlarning ma'nosini shu chaqning o'zida darhol tushunib ketolmagan edi. Alhol 27 yil o'tgandan keyin atisining bu hikmatlar orqali nimalarga istihora qilayotganligini ondan haqiqiy tushundi. Hurmatli kitob anglash salonidagi barliq aziz do'stlar, Abduvali Alining Tug'luq Temirxon nomli romanini mush yerda o'qib tugatdik. Anglab berganinglar uchun ko'p rahmat.